Diqqat qilamiz, O'zbekiston bozorida Alibaraka nomidan soxta zajimlar sotilayotganligiga guvoh bo'ldik. Eslatib o'tamiz, 2024-yil sentyabr oyida mana shu holat, ya'ni soxta zajim sotilayotganligiga bizni ogohlantirgandik. Aytgancha bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Ba'zi birovlar Alibaraka pechatini urib, sifatsiz poddelka zajim ishlab chiqarishayotgan ekan. Shuni aldanib qolmasligingiz uchun mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, qattan olishinglarni biz maslahat beramiz. Yana mana shu holat takrorlanyapti. Biz aytmaymiz kim sotayotganligi. Mayli mana shu videoni tarqatib tashlanglar, balki mana shu videoni o'zi ana shu soxta sotayotganligiga ko'rib guvoh bo'lsin. Bu yaxshi ish emas. Hammamiz bilamiz. Xo'p, zajim sotib olishdan oldin mana original Alibaraka tomonidan ishlab chiqarayotgan zajim mahsulotlari qanaqa bo'ladi? Pechati bo'ladi. Lekin aynan mana shu soxta sotayotgan odamlar ham qalinligini yupqa qilib, Alibaraka pechatini urib sotishyapti. Bu yaxshi ish emas. Original zajimlari pochkasi 80 metr bo'ladi, uzunasi 4 metr. Mana shu holatda og'irligi 17,5 kilo bo'ladi. Ana shunga qattiq ahamiyat beringlar. Sotib olishdan oldin yoki-da mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning menejerlarimiz aynan mana shu Alibaraka mahsulotini ko'rganinglarda mana shu yerdan telefon qilib, mana shu yerdan olsam bo'ladi, men sizlarni zajim mahsulotinglarni ko'rdim deb telefon qilsanglar bo'ladi. Bizning menejerlarimiz hamma ma'lumotlarni aytishadi-da, bo'ladi yoki bo'lmaydi. Bu bizaniki, bu esa bizaniki emas. Yoki shubhali ko'ryapti. Ana shunga qattiq ahamiyat beringlar va iloji bo'lsa mikrometr olib yursanglar ham bo'ladi. Chunki sizlar ham nima deydi? Pulni sipirayotganimiz yo'q. Halol mehnat. Biz har bittamiz qiynalib, ya'ni mehnat qilib pul topayotgan pulimizni qanaqadir ham sifatsiz mahsulotga ishlatib qo'ymaylik degan ma'noda shu narsani aytib qo'yamiz. Sizlarga ham mana shunaqangi katta ob'yomda sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilib, biz o'zimiz maslahatlar berib, o'zimiz ham kelishtirib, optim narxlarda qilib beramiz. Bizning manzillarimiz Toshkent viloyati Qibray tumani va bundan tashqari Andijonda ham, Farg'ona, Oltiariqda ham filiallarimiz bor. Ana shu joydan original zajim mahsulotlarini xarid qilsanglar bo'ladi. Va bu videoni istiqomat bilan shug'ullanadigan tadbirkor dehqon akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Alibaraka, barakali hosilingiz manbai.